Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam slayonni xamiri retseptini o'rgataman. Slayonni xamir ko'chadan sotib olmasdan o'zingizlar bemalol uyda ham tayyorlasanglar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 500 gram unimizni idishimizga elab solib olamiz. 300 gram yaxshi protsentli margarin ishlatasizlar, foizi baland bo'lishi kerak. Yaxlatilgan margarinni qirg'ichdan o'tkazib olishimiz kerak. 300 gram margarin ishlatyapman. Keyin bitta aralashtirib olamiz. Qo'limiz bilan unaqa ko'p aralashtirib o'tirmaylik, chunki margarin erib ketishi kerak emas, muzdek bo'lib turishi kerak. 200 ml muzdek suv solib turib, qo'limiz bilan birlashtirib xamir qorib olamiz. Uni mushtlab xamir qorishimiz kerak emas. Qo'linglar bilan ozgina bosib mana shunaqa holatga keltirib olishimiz kerak xamirni. Xamirimizni morozilkaga yarim soatga olib qo'yamiz. Yarim soat vaqt o'tgandan keyin ko'proq un septirib, xamirimizni stolimizga qo'yib, ustlariga ham un sepib, juva yordamida kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Qaranglar, qattiq bo'lishi kerak xamiringiz, unaqa yumshoq bo'lib qolmasin. Agar yumshoqroq bo'lsa, morozilkada ko'proq ushlaydi. Mana shunaqa ko'rinishda kattaroq qilib ochib olamiz xamirlarni. Keyin konvert shaklida o'rab olishimiz kerak. Ikkita tarafini ustma-ust qo'yib o'rab olamiz. Keyin past taraflarini ham bukib konvert qilib o'rab olasizlar. Videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olinglar. Mana tayyor bo'ldi xamirimiz. Xamirimiz agar yumshoqroq bo'lib qolsa, morozilkaga yana yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Agar qattiqroq bo'lsa, xolodilnikda ham tindirsanglar bo'ladi. Yaxshi tingan xamirimizni yana olib turib, o'sha buyog'iga unni ko'p sepmaysizlar, kamaytirasizlar unini. Ozgina uni septirib, yana juva yordamida ochib olamiz. Ochib tayyorlab olinglar. Haligi katta qilib ochish shart emas. O'rtacha kattalikda qilib ochib tayyorlab olasizlar. Keyin buni yana ikki tarafini bukib olamiz. Mana shunaqa uzunchoq shakl berib buklab olishimiz kerak. So'ng pichoq yordamida kesib olamiz. 4 ta bo'lak qilib kesib olasizlar. O'rtasidan bo'lib olasizlar. Keyin ikkita tarafini ham kesib tayyorlab olasizlar. Bir xil razmerda bo'lsin xamiringiz, ikki xil bo'lib qolmasin. Xamirlarimizni kesib chiqamiz. Juda ham qavat-qavat, chiroyli xamir bo'lib chiqadi. Endi ikkita xamirni bitta qilib ustma-ust qo'yib, yana qo'limiz bilan bosib birlashtirib olishimiz kerak. Shunda 2-3 marta konvert qilib o'rab o'tirishingiz shart emas. Shu usulda qilsanglar, yana ham tez qavat-qavat bo'lib chiqadi xamiringiz. Unaqa qiynalib o'tirmaysizlar. Endi bitta dona xamirimizni yana ochib olamiz. Agar yopishsa, ozgina uni sepib olinglar. Bu xamirimizni unaqa katta qilib ochishimiz shart emas, sal kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Shu usulda xamir tayyorlasanglar, slayonni xamiri ham tez bo'lasizlar, ham juda ham chiroyli chiqadi xamiringiz. Shunaqa ko'rinishda ochib turib, buni ham teng o'rtasidan bo'lib olamiz. Yana xamirlarni halidagi birlashtirib olishimiz kerak. Ikkita xamirni bitta qilib ustma-ust qilib birlashtirib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham qavat-qavat slayonni xamiri bo'lib chiqadi. Ikkinchi xamirimiz ham xuddi shu ko'rinishda. Juvada ozgina ochib olamiz, o'rtasidan teng bo'lamiz. Bir-birini ustma-ust qo'yib birlashtirib olishimiz kerak. Bu xamirlarni bemalol morozilkada anchagacha saqlasanglar bo'ladi. Xohlagan narsalarga ishlatsanglar bo'ladi. Somsa, julienni xamirlarini qilsanglar bo'ladi. Pirogli tayyorlasanglar bo'ladi. Shirinliklar qilsanglar bo'ladi. Juda ham universal xamir bu. Bemalol ishlab turasizlar. Mana shunaqa qilib tayyorlab morozilkaga olib qo'ysanglar. Morozilkaga qo'yishdan oldin kalka qog'ozga o'rab olishimiz kerak. Shunda yaxshi turadi xamirlar, ustlari terlab qolmasdan chiroyli saqlanadi. Xamirlarni salfan paketga solib, yana morozilkaga olib qo'yamiz. Bemalol 1 oygacha saqlasanglar bo'ladi bu xamirlarni. Hozir men bittasini yarim soat morozilkada ushlab, keyin sizlarga pishirib ko'rsataman. Xamirlar qanaqa chiqqanini ko'rasizlar o'zingizlar. Mana xamirimizni yarim soatda yana morozilkada ushlab oldim. Ozgina uni sepib turib, endi kattaroq qilib
va yordamida ochib olishimiz kerak. Xamir ochilayotganda ko'ryapsizlar, xamir bunaqa yumshoq emas, qattiqroq bo'lgan. Shuning uchun yumshoq xamir qilib qo'ymanglar. Tayyor qilib, kattaroq qilib ochib olamiz. Unaqa yupqa qilib tashlashimiz kerak emas. Yonlarini kesib tashlaysizlar, chetlarini tekislab, keyin bo'laklarga bo'lib olamiz. Oldin 3 ta bo'lakga eniga, keyin bo'yiga ham 3 ta bo'lak qilib bo'lasizlar. Shunda 9 ta bo'lak bo'lib chiqadi. Ichiga xohlagan nachinkanglardan foydalansanglar bo'ladi, zugushenkadan foydalansanglar bo'ladi, yong'oq magislardan foydalansanglar bo'ladi. Men xurmo bilan yong'oqni maydalab to'g'rab, aralashtirib, shularni solib chiqyapman. Ham slayoni, ham pisochniy xamir bo'lganiki juda ham mazali bo'lib chiqadi. Shundan quruq mevalardan foydalansanglar, ustini qo'limiz bilan shunday yopib chiqamiz. Unaqa har xil shakl berib tugib o'tirishimizga ham hojat yo'q. Osongina tezroq bo'lish uchun shunaqa qilib tayyorlayapman. Hammasini shunaqa yopib tayyorlab chiqinglar. Tayyorlab bo'lganimizdan keyin gaz listiga solib joylashtirib olamiz. Ustidan xohlasanglar kesgich yordam bilan shunaqa shakllar berib chiqsanglar ham bo'ladi. Bu xohishinglarga bog'liq. Mana shunaqa kesib chiroyli chiqishi uchun shakllar berib olamiz. Pastda 2 ta xamir, chetidan chiqqan xamirlarni dumaloq shaklda yasab, bularni ham pishirib oldim. Ustidan tuxum sarig'ini surib olamiz. Hamma yog'iga tekkizib, yaxshilab surib chiqishimiz kerak. 180 gradusda 40 minut atrofida pishirib olamiz duxovkada. Juda ham qumur slayoni bo'lib chiqadi. Mana aziz kuzatuvchilarim, ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Mazasi ham zo'r bo'ldi. Xamirlari pisochniy bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Boshida aytib o'tganimdek, bu xamirdan faqat bunaqa shirinliklar emas, somsalarni ham, napoleonlarni ham xamirni tayyorlasanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, mazali bo'lib chiqadi. Mana ichlarini ham ko'ringlar, qavat, juda ham pisochniy, mazali shirinlik bo'ladi. Aytib o'tganimdek, xohlasanglar shirinlik, xohlasanglar somsalar ham tayyorlasanglar bo'ladi. Ovozini ham eshitinglar, mana qumur qilib turadi. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Men sizlarga xamirni pishirib ko'rsatyapman. Ozinglarda erib ketadi buni xamiri. Albatta tayyorlab ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.